Yoshim 30 ga qarab ketyapti va meni hayotim deyarli tugadi desa ham bo'ladi. Agar omadim kelib 80 yoshgacha yashayman deb hisoblasam, menda 52 yil qoldi. Har kuni kamida 6 soatdan uxlaydigan bo'lsam, umrimning 13 yili uyquda o'tadi. Ishga bo'lsa minimal 9 soat ajratadigan bo'lsam, yana taxminan 17 yil ketadi. Telefonimning ekrani yonib turgan vaqt hisoblangandagi ma'lumotlarga ko'ra har kuni taxminan 6 soatim ana shunday o'tib ketadi. Bu 10 yildan ko'p umrim shuni ichiga kirib ketdi degani. Va bulardan keyin menda 12 yil qoldi. Endi odam 80 yoshga kirguncha och yurmaydi-yu. O'rtacha bir kunda 3 mahal 30 daqiqadan dasturxon ustida vaqtim o'tganda ham yana kamida 3-4 yil yo'qotarkanman. Menda bor yo'g'i 8 yil qoldi. Yuvinish, kiyinish, ibodatlar, ro'zg'or tashvishlari, bir manzildan ikkinchisiga yetib olish uchun yo'lga har kuni 3 soat sarflaganimda ham umumiy 6 yil ketadi. Hisoblasak, menda taxminan emas, aniq 2 yilgina vaqtim qolar ekan. Shu 2 yilni qanaqa o'tkazsam ekan deb xuddi hozirgidek birrovga Instagramga kirib qolsangiz bormi? Uyda o'tirib ishlab, uydan chiqmasdan ishlab, divandan qo'zg'almasdan, vannadan chiqmasdan pul ishlab, bir kunda millionerga aylan. Kurs sotib ol, mobilografiya, SMM, mobilografiya SMM, SMM mobilograf, biznes trening, psixologik trening, treningda million top, kripto qiroli bo'l. Kommentariyada qovun so'zini yozsang, bir kamas qovun yuboraman. Noto'g'ri ovqatlanyapsan, noto'g'ri chaynayapsan, noto'g'ri unitazda o'tiryapsan, noto'g'ri g'iybat qilyapsan, noto'g'ri aldayapsan. Ruhiyating ustida ishla, travmalaring ustida ishla, otangni kechir, onangni qabul qil, sevimli er bo'l, sevimli xotinga aylan. Kambag'allik sindromi, boylik sindromi, ahmoqlik sindromi, sevgi sindromi degan relsda chiqib keladi. Hech kim bizga 80 yoshga kirasan degan kafolat xati berib ketmaganini o'ylab ko'rsak, bu hisob-kitob yana ham qo'rqinchli tuyulishi aniq. Bu hech qanaqa aqllichilik qilish yoki motivatsion video emas. Xulosa o'zingizdan. Men shunchaki eslatdim xolos.